pishirib berishim kerak-da. Ikkovsidan bittasi. Asosiy savol shu. Ho'lini bergan yaxshimikan yo qurug'idami? Tosh bosishi bunda pastroq deyapti, bunda yaxshiroq deyapti. Shuni aytib o'tgachisa, xolis xursand bo'lamiz. Rabilka SSR vaqtidagi shekilli 4 dona pressda 40 minutda chiqaryapti. Jicha qiyinchilik bo'layapti. Shunga qaysi firmaning drabilkasini tavsiya qilasizlar? Sinovdan hammasi ham zo'r. Hali ishlatganlar bo'lsa, tavsiya qilib, somonga, bedaga, qolgan mayda don mahsulotlarini chiqaradigan yaxshi firmaning drabilkasi bo'lsa, olamiz, xudo xolasa. 55 dona hisori, qo'ziqo'chqorlarni olib, necha oyda yetiltirib, necha pul daromad qilsa bo'ladi. Aka-ukalar, bugungi videoyimizda qanaqa yem beryapmiz, necha mahal beryapmiz va necha pul rasxod qilyapmiz, barchasini to'liq ma'lumotini beramiz. Qo'ydi biz yangi boshladik. Agar ratsionimizda, qarashimizda xatolar bo'lsa, kommentariyada fikrlarni bildirib, o'rgatib, do'stona fikr almashib ketamiz. To'liq videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa, bu videoni qilishimizdan maqsad fikr almashib, hammaga foydali bo'lsin degan maqsadda video olyapmiz. 55 dona qo'ziqo'chqorni oldik. Bir oydan beri boqilyapti akalar. Molxona albatta bilarlar, molxona edi o'zi, mol boqardik, mollar chiqarardik. 2026-yil 15-may sanasiga kechasi videoni qilyapmiz, vaqt o'tib qoldi. Molxonani qo'yxona qilib yubordik akalar. Konteyner profildan addini 8 ta 8 tadan qilib joyida qildik. Molxonani moslab berdik. Bundan tashqari oyoqdagi pishig'ish jicha ho'l bo'lib qolyapti, qum bo'lishi kerak deyishdi. Endi g'ishtni ko'chirolmadik. Bor sharoitdan foydalanishga harakat qildik. Birinchi yiliga xohlasa proba qilamiz. Inshaalloh zo'r bo'ladi. Undan keyin boshqa joydan qilamiz. Endi yemini bitta ko'rsatib o'tamiz. Ya akalar, suv oxirida pastiyanli turish kerakmi yo vaqt-vaqtida qo'yish kerakmi? Hamma har xil fikr bildiryapti. Yo bersiz, tayxul bo'lmaydi deyapti. Biz pastiyanli qo'yib qo'yapmiz yoniga, xohlagan payt ichyapti. Endi yemlarini qo'chqorlar ichida tish buzgani ham bor, qo'zilari ham bor, zotga ham chiqib qolsa kerak. 55 dona, bittasi oyoq orib qoldi, qaytarib berib yubordik. Endi silyos beryapman, somon. Mana bu yerda tayyor bor, kuni. Akalar, silyos somon beryapti deydi. Bir akamiz silyos qo'yga bo'lmaydi, ichini shilib yuboradi deydi. To'g'risi molga zo'r effekt berardi bu ham. Silyos maydalangan somon drabilkasi. Mana bitta qo'y mana shunchadan yeyapti hisobda 2 kilo atrofida bir kuniga. Undan tashqari buni yeb bo'lgandan keyin aytdi 1 kilo sho'rqa, yarmini ertalab beryapman, yarmini kechga 1 kilo yeyapti. Keyin mana yemdan beryapmiz. Makka, bug'doy, arpani birga bir qo'shilgan aralashmasi 1 kilo ichida hammasi teng baravar bor, 330 grammdan. 1 kilo yeyapti, ertalab yarmini, kech payt yarmini. Bu sho'rxon ustiga sepib beryapman. Endi shu ratsion buni rasxotini jicha qimmatga o'xshayapti bizga. Undan qo'shilmayapti. 4500 so'm aralashma Makka bug'doy arpaniki. 3200 so'mdan sho'rxa olganmiz. O'sha qishda olingan. Ko'payib ketib qoldi. Endi unga 2000 kalma atrofida somon silyos kelyapti. 10 ming so'm bir kuniga bitta qo'chqorimiz rasxot qilyapti. Endi bir oyda 300 ming so'm rasxot qilyapti. YouTube'da o'sha ko'pchilikda ko'ryapman, bug'doyni pishirib berish kerak deyapti. Arpa, bug'doy, makkani pishirib berish kerak. Qo'y yaxshi semiradi deyapti. Endi ba'zilar aytayapti, tosh bosmay qolishi mumkin deyapti. Proba qilib bugun pishirib ko'rdik. Mana 900 gram, 300 gramdan aralashma solib pishirdim. Ozroq pishirib qo'yapman, jicha qattiqroq bo'ldi. Ko'payar ekan lekin, mana biz berayotgan endi ash turishi. Shuni akalar, nima deysizlar? Quruq yaxshimi, pishirib bergan yaxshimi? Pishirib berganda sharoit bor. Qozon bu narsa qilsak bo'ladi. Qurug'ida toshga zo'r keladi deyapti. Men berayotgan ham ozmi, ko'pmi? Rasxotim qanaqa bo'lyapti? Bizdan ko'ra tajribasi bor odamlar ko'p. Aniq bilaman, ko'p. Bizning aqlimiz yetmaydi. Molni ichida yurardik, oldi sotib qilib, o'zi kasbimiz boshqa hozir, qiziqishga bo'lsa yaxshi bo'ladi, qo'yib tashladik. Fikr beringlar, xolis kommentariyada tajribadan o'tganlar fikr almashamiz. Bizga ham, ko'rayotgan odamlarga ham manfaatli bo'lsa xursand bo'lamiz. Endi bundan keyingi videolarda ham sekin-sekin o'rganib borib, tajriba qilib o'zimizdan qo'yib boramiz. Yemlari ozgina ortyapti, lekin Makka bug'doyni orttirmayapti. Sho'rxonni ichiga ko'proq beryapti shekilli, ora-orada orttirib beryapti akalar. Shu holat. Endi xudo xolasa, mana shunchadan qilib bo'ldi.
Siliosda o'sha aytganimda bir xilgilar bo'ladi deyapti, bo'lmaydi deyapti. To'g'risi anig'ini bilmayapti. Molga zo'r foyda qilardi. Hozircha berib turibmiz. Bir oydan beri boqyapmiz. Shu endi shunga maslahat berasizlar. Sekin-sekin o'rganamiz. Noolasa tajriba bo'ladi. Keyin qanaqa vitaminlar qilish kerak, ukollari jigar qurtiga deyapti, miyasida qurt bo'lishi mumkin deyapti. Ko'proq qo'zilarni tushiradi ham deyapti, bitta ko'p ekitish. Junini keyin oldirishimiz kerak. 15-may bugun 14-15-may oldirishimiz kerak. Ertaroq ham deyapti. To'g'risi hozir olsa ham bo'laveradi deyapti. O'zi apparat olib kelib berdim, olib qo'yamiz. Qo'yib turish, qo'ydi jurnalini aka-ukalarni nimasi ko'p shekilli, viza telefonni olishmadi. O'zimiz olib boramiz. Beriladigan vaqtini ham bitta so'raylik, a? Beriladigan vaqti do'stim mana ertalab 8 da Silios somon yeyapti. 1 soatga olmay bo'lyapti. 9 ga olib qolmay, sho'rxa tashlayapman, ustidan makka bug'doy sepib berilyapti. 10 da bo'lyapti. Suvda kun bo'yi yotibdi, kech payt 6 da yana somon Silios, ustidan makka bug'doy. Shu 2 mahal yeyapti. Beda unaqa narsalar berganimiz yo'q. Qo'ylar jichcha orqaga qaytganday bo'lib turib, endi semirayotganga o'xshayapti. Endi bilmayman, hozir mashiyamni berib turibmiz. Yana nimalar qo'shimcha qilish kerak bunga? Sho'rxa, Silios, somon, sho'rxa, makka, bug'doy, arpani yeyapti xolos. Pishirib beraymi ekan, xommi hozircha aniq bitta nima kerak bo'lmayapti. Yana yaxshiroq yo xomini bergan yaxshi. Mana shuni aytilsa, xudo xolasa, tajriba qilganlar bo'lsa, keyin yana vitaminlarni aytib o'tishsa, nima qilishimizni, ukollari, vitaminlar. Keyin tashqari nimasini ham bitta so'rab aytib ketsa yaxshi bo'lardi. Misol, qo'ylarda semirganini alohida qilib boqish kerakmi? Vaqticha baribir o'zgaradi-yu, hammasi har xil o'zgaradi. Shuni ham so'rang. Mana demoqchisi 8 ta qo'y, bitta qo'rada. 3 tasi, 4 tasi zo'rg'ini olib kelsa, alohida qilish kerak-da. Ha, yaxshi yeganlarni alohida qilib, ichida susroqlar o'larkan, orqaga o'tib olarkan, urib bergan yakkani shunaqa alohida qilish kerak ham deydi. Demakki, 3 tasiga qamadim shu urug'larini. Ashalar usadi, bir-biriga hazil qilib irg'ayapti dedi, usib alohida qilib berdik. Endi sinayapmiz, xudo xolasa, nima qilsak, tajriba qilsak. Ularda semirganlari ham bor ichida. Shuncha qo'y boqyapsiz. Qurboqchi qo'yoqlar o'laydiganlardan ko'p bo'lma. Pishganlarini sotasizmi, sotmaysizmi? Qurboq aytga 2 hafta vaqt qoldi shekilli, xudo xolasa, endi sotsa ham bo'laveradi. Asli bular biz arig'ini olmadik-da. Hali arig'iga o'ylandik. E'tibor, yarim tayyor semiz narsani oldik. Xalq xohlagandaqa go'sht chiqsa kerak bular. O'zimizdan qo'saqxonaga borsak, aka yog'siz qilib bering deyilyapti hozir, qo'y go'shtini ham. Yog'siz chiqadi, xudo xolasa, ortiqcha yog'lanib ketmagan, keyin narxlari ya'ni ortiqcha baland emas. Trivesi 80 kilo, 75 kilodan 90-95 kilogacha qo'chqorlar bor. Tish buzganlari bor, qo'zilari bor. O'sha aytganimda yog'siz chiqadi, xudo xolasa. Dastavka xizmatlarini qilib beramiz. Endi qiziqqanda o'zi sotamiz. O'zi boqish nimasi bor edi. Endi bu tomonda joyimiz bor. Sog'lig'i yaxshimi? Boladan ajragan yoki qo'zi tashlaylikmi ekan? Akalar, 3,5-4 millionlik qo'zi yo boladan ajragan, katta sog'liqlardan turibmiz. Sog'liqli ishi jichcha qiyin deyishyapti. Vaqt o'tishi kerak ekan, qochirish jichcha muammo bo'lar ekan, uni ish ko'proq ekan sog'liq, qo'chqorga nisbatan. Shunga sog'liq boqadigan akalar bo'lsa, hayot o'tib ketsa, keyin drabilka oldim. Eski bor edi. Qarindoshlarida bor edi. Vaqtincha ishlatib ko'raveraylik. Biz molga drabilka qilib bermasdik, mana sho'rxa. Bu molga mo'ljaldan olinadi. Yerda 50 tonna Silios bor. Keyin bu drabilkani ishlatdim. Ozgina qiynadi akalar. Bu drabilka SSR vaqtidagi shekilli 4 dona pressda 40 minutda chiqaryapti. Jichcha qiyinchilik bo'layapti. Shunga qaysi firmaning drabilkasini tavsiya qilasizlar? Sinovdan hammasi ham zo'r. Hali ishlatganlar bo'lsa, tavsiya qilib, somonga, bedaga, qolgan mayda don mahsulotlarini chiqaradigan yaxshi firmaning drabilkasi bo'lsa, olamiz, xudo xolasa. Taroziga o'lchab, hammasini kilosini qilib, rasxotini hisoblab beryapmiz. Keyin ba'zi qarindimali tanish bilishlar keladi. Mol yaxshi edi, molni boqormaysizmi degan odamlar ham bo'lyapti. Dadamga, o'zimga. Qo'yda baraka bor deyapti. Xudoga tavakkal oldik. Endi shu molda yaxshimikan, qo'ydan foyda bitta hisob kitobini qilamiz, xudo xolasa. 3-4 oy, 5-6 oy boqsa, agiga qo'z olamiz, sog'lig'ini ulab
niyat bor mana shu taraflarga jon qilib. Siliosda ham keyin beda berish kerak deyishdi. Ko'ngil boraymikin dedi. Dadamga aytsam, ko'ngil boraylik deb aynib ketamikin deb. Siliosga zo'r tushunadigan aka-ukalar bo'lsa 50 tonna bitta 13 metrmi uzunligi, 3,5 metrmi eniga bor, bo'yi 2 metrga yaqin chuqurligi. 50 tonna silios bosilgan kuzda, mayda silios 1 metr ketdi, pasti uncha bas. Buni hozir shu holatiga kilometrga tashab turib, turpoq tashab olsa to'ldirib turaveramikan yo yegizib olgan yaxshimi? Savollar ko'p bugungi videoda. Kommentariyada bandeshga. Xudo xolasa. Keyin o'sha meni asosiy o'ylantirayotgan narsa ertaga yem olishim kerak, quruq yem olishim kerak yo garelka, qozon, o'sha mana instrumentlarni qilib turib pishirib berishim kerak-da. Ikkovisidan bittasi. Asosiy savol shu. Qo'lini bergan yaxshimikan yo quruqidami? Tosh bosishi bunda pastroq olishyapti, bunda yaxshiroq olishyapti. Shuni aytib o'tkazsa xolis xursand bo'lamiz. Akalar, anchadan beri 1 yildan beri video qilganimiz yo'q edi. Ishlar ko'payib ketdi. Endi ora-orada qo'yni boqish, mol boqish, yaxshi ilingan narsalarni sotuvga chiqarib turamiz. Videoda tanish bilish chorvadorlarga jo'natib, telegramlarga qo'llab-quvvatlayverasizlar. Endi anchadan beri video qilingan yo'q, xato kamchiliklari aniq bo'ldi. Rozi bo'lasizlar, uzr so'raymiz. Shu endi qo'chqorlar aytib o'tganimizdek 55 ta qo'chqor bor. Yorug' kunlar ham video qilamiz, xotirjam. Qiziqqan kukalar bo'lsa pastda telefon nomer qoldiramiz. Qurbonlikka, ehsonga, shunaqa holatlarga xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Videoga bitta like bosib berib, qo'llab-quvvatlaymiz akalar. Keyingi videolarda ham chiqarib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'linglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.